Salom, yaxshimisizlar? Bugun siz tarkibda noldan quramiz. Ya'ni birinchi Rodrigo olmoqchiman. Lekin meni akkauntimda bitta ham sariq yo'q. Mana shu masalani ko'ringlar deb hazillashib qo'yaman. Mana yangi meni akkauntim. Ancha bo'ldi ochganimga. Ko'p emas, 3 oyga to'g'ri bo'ldi. Birinchi futbolchimiz Rafinha, mana tezligi 85, tezligi 87. Ikkinchisi Kylian Mbappe. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Keyingisi bo'lsa Yamal, keyingisi Valverde, Declan Rice, McTominay, Nuno Mendes, Evan Diska, Fabio Cannavaro bu speki yapılır. Keyin to'xtalamiz. Achraf Hakimi, darvozabon full Emiliano Martinez, to'g'ri darvozabon bor. Bu Unai Simon, keyingisi Abduqodir Husanov, Eze, Foden, Locatelli, Merino, Vinicius. Nega Vini zaxirada o'tirib tursa, buni hali tushunamiz, chunki undan oldingi o'yinimizda mana o'zimizni ligamizda o'yinimizda jarohat olgan, endi jarohatdan chiqqan. Akkauntim shu Cannavaro tushgan. Mana shu boshidan boshlab 37 kun qoldi. Sizlar bilan hali yana kontent qilamiz. Bu yerda mana akkauntim ko'rib turishlaringiz mumkin. Akkauntimda ko'rinishi ham yaxshi. Endi o'ynayotgan akkaunt. To'g'ri stadionni mana ko'rsatib qo'yamiz. Stadion ko'p kuchaymagan. Endi buni ham sizlar bilan noldan kuchaytiramiz shu stadionda. Wi-Fi o'ynab turaman. Shunaqa ko'p emas. Bu meni birinchi videoyim. Keyingi safar yana boshqa futbolchilarni sotib olishga harakat qilamiz. Men sizlarga yaxshi kontent bo'lishga harakat qilamiz. Sizlar like bosib tursang, mana shu tarkibda sizlar bilan kuchaytiramiz. Ya'ni sizlar yozasizlar, futbolchi chiqqandan keyin biz uni mana bu olmoslarga qo'yib, uni sotib olishga harakat qilamiz. Mening asosiy maqsadim Real Madrid va Barselonani tarkibida tuzish. Mana bu futbolchilarni olishga harakat qilamiz va Batista mana shu futbolchilarga tushishga harakat qilamiz. Lekin biz bu olmasa kerak katta ehtimol. Mana shu yerda obuna va like'larni bosib qo'yinglar. Keyingi videogacha ko'rishguncha xayr. Sizlarni keyingi videoimda kutib qolaman. Like va obuna bosib qo'yinglar. Xayr.